Assalomu alaykum, men ismim Farruh Nabiyev, sotuv sohasida 4 yillik tajribaga ega ekspertman. Demak, bugun sizga 1, 2, 3, 4, 5 ta etab va siz sotishingiz ham shart bo'lmay qoladi. Siz introvertsiz va odamlar bilan muloqot qilishda juda ham qiynalasiz va nimanidir kimgadir sotishga qiynalasiz. Va yangi biznes egasiz va sizda biznesingizda sotuv bo'yicha juda ham bir qiyinchiliklarga duch kelinyapti. Shunda agar siz hozir biz bilan bo'lib turib shu darslikni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga bu juda ham qo'l keladigan darslik hisoblanadi. Siz bilan bugun biz aynan 5 ta etapli sotuv yo'nalishlarini ko'rib chiqamiz. Shunda siz mijozingiz bilan juda ham qulay aloqaga kirishasiz va hattoki ularga sotishingiz ham shart bo'lmay qoladi. O'zlari sizdan sotib oladi. Birinchi etap mijozni o'qitish. Ya'ni bu yoqda nima demoqchimiz? Tasavvur qiling, siz meta ochkilar sotish bo'yicha ekspertsiz va bozorda juda ham ko'p meta ochki sotadigan insonlar bor. Va sizga mijoz bog'lanyapti, menga meta ochki kerak deyapti. Siz nima qilishingiz mumkin? To'g'ridan to'g'ri mana bu meta ochki, mana bu meta ochki, mana bu meta ochki. Narxlari shuncha deb aytishingiz mumkin. Shunda mijozingiz javobni olgach, shunchaki telefonni qo'yib qo'yishi mumkin. Siz bilan juda ham ko'p suhbat olib bormaydi. Buning o'rniga sizga maslahat beraman. Siz nima qilishingiz kerak? Mijoz bilan gaplashayotganda birinchi o'chirda siz beradigan savolingiz: siz oldin bu mahsulotni sotib olganmisiz? Agar sotib olmagan bo'lsa, keling sizga birinchi o'rinda meta ochkilar qayerdan kirib kelgan va qanaqa xususiyatlarga egaligini haqida gapirib beraman. Tasavvur qiling, sizda 4-5 xil turdagi meta ochkilar bor va ularni har xil xususiyatlarga egaligi haqida siz mijozga bitta-bitta ma'lumot berib boshladingiz. Shunda mijoz siz bilan gaplashishni juda ham bir yaxshi ko'rib qoladi va zavq bilan tinglay boshlaydi. Chunki siz unga ekspert sifatida ma'lumot beryapsiz, o'rgatyapsiz. Ya'ni qanaqa qilib meta ochkini ishlatish, qanaqa turdagi meta ochkini taqish va misol uchun meta ochkilarni bilamiz, har xil turlari chiqib ketgan. Tasavvur qiling, oddiyroq yoki bo'lmasam juda ham bir chiroyli modeldagi, ya'ni uni taqgan inson o'zini juda ham bir chiroyli his qiladi. Qo'pol meta ochkilar chiqqan boshda ular arzon narxda bo'lishi mumkin. Lekin siz mijozni o'rgatish orqali unga ko'proq qiymat bera olasiz. Ya'ni mijoz sizni tinglaydi va oxirida siz unga ekspert sifatida bergan ma'lumotlaringizga ishonadi va sizdan sotib olish ehtimoli juda ham oshadi. Bu ya'ni sotuvda mijozni o'qitish, ya'ni mijozga bu soha bo'yicha ma'lumot berish. Bu shaxsan har bitta mijozga juda ham bir yoqimli hissiyot hisoblanadi. Buni albatta ishlating, shunda siz sotishingiz shart bo'lmaydi. Ikkinchi etap bu to'g'ri savol berish. Agar siz to'g'ri savol berishni o'rgansangiz, albatta sizda sotuv juda ham oshib ketadi. Ya'ni ko'pchilik bilasizmi, sotuvda to'g'ri savol berishni bilmaydi. Ya'ni mahsulotni prezentatsiya qilib ketishni boshlaydi. Tasavvur qiling, sizning ofisingizga mijoz keldi. Siz dekor panellar sotish bo'yicha mutaxassissiz. Va dekor panellarni sotayotgan vaqtingizda mijoz kelganda siz to'g'ridan to'g'ri prezentatsiya qilib ketishingiz mumkin. Lekin siz uni ehtiyojini bilgan holatda mijozni ochish orqali, ya'ni savollar berish orqali siz unga yaxshiroq, to'g'riroq mahsulotni prezentatsiya qilishingiz mumkin. Shunda sizning vaqtingiz ham tejaladi va mijozga yoqadigan narsa berasiz. Ba'zida mijozlar o'zi nima xohlayotganini bilmaydi. Siz to'g'ri savol berish orqali, aynan uni og'rig'iga yechim berish orqaligina siz sotuvlaringizni bir necha barobarga oshira olasiz. Tasavvur qiling, ofisingizga mijoz keldi va sizning mijozingiz maktab quryapti. Maktab qurayotganda ularga 1-2 oy ichida tezroq bitirib beradigan mahsulot kerak, ya'ni dekor panel. Tasavvur qiling, siz mijozni tinglamadingiz, savollar bermadingiz, to'g'ridan to'g'ri prezentatsiya qilib ketishingiz mumkin. Aka, hozirda bizda trendda mana shu mahsulotimiz yoki bo'lmasam mana bu mahsulotimizni olsangiz sizga arzonroq skidka qilib beramiz. Yoki aynan o'sha ma'lum bir produkt haqida ko'proq ma'lumot berib ketishni boshlaysiz. To'g'ri savol berish nima degani? Ya'ni sizga kelgan mijozga siz savol berasiz. Ba'zida bilasizmi, sotuvchilar ko'pincha qiynaladi, nimani prezentatsiya qilishni, qayerda to'g'ri gapirishni. Lekin bu yerda bitta juda ham bir ajoyib zo'r texnika bor. To'g'ri savol berish orqali siz juda ham o'zingizni ishingizni yengillashtirsangiz bo'ladi. Mana misol uchun bitta kitob bor. Buni nomi Spin Selling. Ya'ni biz YouTube sahifamiz tagida bu kitobning nomini yozib qo'yamiz. Albatta buni o'qishingizni tavsiya qilaman. Spin Selling bu nima? Ya'ni mijozga to'g'ri savol berish orqali mahsulotni sotish.
Ya'ni siz savol berishni har xil etapi bor mijozni og'rig'ini o'rganishni. Ba'zilar aytishi mumkin bu sotuv texnikasi Amerikada ishlaydi yo bo'lmasa ma'lum bir davlatlarga mo'ljallangan. Yo'q, har bitta kitobda orqasida juda ham bir kuchli tadqiqot yotadi. Aynan bu Spencerning kitobida ham juda ham katta tadqiqot yotibdi. Ya'ni bu shunchaki tajriba asosida ham isbotlangan kitob emas, ya'ni tadqiqotlar orqali isbotlangan. Siz o'zingizni sohangizdan kelib chiqib turib ham mijozga to'g'ri tanlov qilishiga sharoit yaratib bersangiz bo'ladi, ya'ni to'g'ri savol berish orqali. Tavsiya qilaman, to'g'ri savol berishni o'rganing va shunda siz sotishingiz kerak bo'lmaydi. Men sizga bitta misol berib o'tdim, ya'ni siz sotuv bo'limida ishlaysiz, qurilish materiallarini sotasiz, maktab qurayotgan mijozingiz keldi, ismi Anvar aka aytaylik. Anvar aka, siz necha kvadratga misol uchun qarayapsiz? Xo'p, shuncha kvadratga. Siz bilasiz, что sizda bu hajmga, ya'ni объемga yetkazib beradigan mahsulotingiz bormi? Ikkinchidan, qanaqa rangini xohlayapsiz? Sizda aynan nima xususiyat kerak? Misol uchun necha yil turib berishi kerak? Misol uchun bizning panellarimiz aytaylik qolgan bozorga qaraganda ancha garantiyasi ko'proq. Uni yuvsangiz bo'ladi, artsangiz bo'ladi, tozalasangiz bo'ladi. Ya'ni o'quvchilar qanchalik nima desam bo'ladi, shovqinli, sho'x o'quvchilaringiz bo'lsa ham, misol uchun bemalol o'sha joyni tozalab ketsangiz bo'ladi. Ya'ni siz ya'ni 15-20 yil yoki 30 yil davomida siz aynan mana shu mahsulotimiz orqali hech qanaqa qurilishga yana sarf xarajat qilib o'tirishingiz kerak bo'lmaydi. Aytaylik, olovga chidamli hozir. Misol uchun har xil holat bo'lishi mumkin. Ya'ni shunchaki to'g'ri savol bering. Prezentatsiya qilib ketmang. Xuddi menga o'xshab hozir mana misol uchun men har bitta narsani aytib o'tib ketdim. Siz savol bering, tasavvur qiling, Anvar aka, xo'p, necha kvadrat? Shuncha kvadrat deb aytayaptilar. Yoki Anvar aka, sizga aynan qanaqa turdagi mahsulot kerak? Misol uchun tezroq bitadiganmi yo bo'lmasam misol uchun sizga nechadir vaqtda qilib bersak bo'ladimi yoki bo'lmasa sizga nechadir kun ichida qilib bersak bo'ladimi? Xullas, mijozga to'g'ri savol berish orqali aynan siz mahsulotingizni strukturasini, mahsulotni nima desam bo'ladi, bozordan ustunligini ko'rsatib bera olasiz. Yoki bo'lmasam siz avtosalonda ishlaysiz, avtosalonga bir erkak kishi keldi. Erkak kishi ko'proq masalan ayoli bilan maslahat qilishi mumkin, lekin uni sizga aytmasligi mumkin. Siz unga savollar berasiz. Xo'p, buni oilaviy mashina izlayapsizmi? Misol uchun men Kia avtosalonida sotyapman. Yoki bo'lmasam siz tez yuradigan, o'zingizga mos sedan qidiryapsizmi aytaylik. Yo bo'lmasam sizda probegi necha yil yurib berish kerak, yo bo'lmasam massajı bo'lishi kerakmi? Aka, sizga aynan nima mashina kerak degan nuqtaga olib kelish uchun har xil savollar berishingiz mumkin. Shunchaki to'g'ri savol bering va sizni mahsulotingiz yanada ko'proq sotila boshlaydi. To'g'ri savol berish, ya'ni bu siz mahsulotingizni mijozga tiqishtirishdan yaxshiroq. Ya'ni siz mahsulotni misol uchun mijozga bosim qilib sotmaysiz bu yoqda. Shunchaki qulay dialog ketyapti. To'g'ri savol, ya'ni shunchaki dialog qilish orqali siz ko'proq mijozga ishonch berasiz. Ya'ni sizni o'ylayaptiki mijoz, u savollar beryapti, meni o'zim haqimda qayg'uryapti. Shunda sizda sotuvingiz yanada yaxshilanadi. 3-etapga yetib keldik. 3-etap bizda natijalar haqida gapirish. Ya'ni siz natijalar haqida gapiring. Ya'ni mijoz oladigan qiymat. Tasavvur qiling, siz pilisos sotyapsiz. Ya'ni bir qimmat pilisoslar bor, bilamiz, 20 million so'mlik, har xil etapli, misol uchun ishlarni qilib bera oladi, mebellar qilib bera oladi, ya'ni changlarni arta oladi, yo bo'lmasam har xil xonani atmosferasini yaxshilab beradi, xonadagi changlarni yutadi. Juda ham ko'p xususiyatga ega chang yutgichlarimiz bor. Tasavvur qiling, siz mijoz bilan gaplashyapsiz, ya'ni shu pilisosni, chang yutgichni natijalari haqida gapirib beryapsiz. Mana siz aka qarang yoki opa, siz agar bu chang yutgichni olsangiz, sizda aytaylik 5 yillik garantiya bor bizda, biz tarafdan. Mijoz o'ylaydi, 5 yillik garantiya ko'pchilik bermaydi. Bitta plyus ketdi. Ya'ni mijozga natija beryapsiz. Yo bo'lmasam siz agar buni sotib olsangiz, bunda bir 5-6 xil funksiya bor. Ya'ni 5-6 xil mahsulotni bitta funksiyaga birlashtirgan, ya'ni bitta mahsulotga birlashtirganmiz. Siz 5-6 xil narsani sotib olgandan ko'ra bitta mahsulotni sotib olish orqali o'sha 5-6 xil funksiyasini ishlata olasiz.
gilamlaringizni bemalol yuvib beradi, changingizni tozalab beradi, xonadagi hidlarni yaxshilab beradi, yo bo'lmasa bakteriyalarni o'ldirib beradi, aytaylik. Yoki mebellaringizda misol uchun yog'langan joylarni tozalab beradi. Ya'ni siz mijozga natija sotyapsiz. To'g'ridan to'g'ri mahsulotni prezentatsiyasini qilishdan ko'ra, misol uchun xususiyatlarni, agar mijozni keyinchalik hozirgi A nuqtasi turibdi va B nuqtada sizni mahsulotingiz orqali nima foydalar olishini yetkazib bera olsangiz, shunda siz yanada yaxshiroq sotasiz. Bu narsani siz o'zingizda sotuv bo'limingizda qo'llasangiz bo'ladi. Bilmayman, meni ko'rib turganlar nima kelajakda sotadi yo bo'lmasam sotadi hozir, lekin o'zingizni mahsulotingizga adaptatsiya qilib mijozga natijalar haqida gapirib bersangiz juda ham zo'r. Mijoz kelajakda shunda ko'ra oladi bu mahsulot orqali men nimalar qila olaman. Yo bo'lmasam oddiy aytaylik konsultatsiya yoki bo'lmasam siz tur agentstva xizmatida sotuvchi bo'lib ishlaysiz. Ya'ni siz tur sotishingiz kerak. Aytaylik mijoz qiynalyapti qanaqadir tur paketini sotib olishga. Siz mijozni o'qitish orqali, to'g'ri savol berish orqali va keyingi etap shu natijalar haqida gapirish orqali yanada sotsangiz bo'ladi. Natija haqida gapirganda tur agentstvida nimani misol qilib keltirishimiz mumkin? Tasavvur qiling, siz Tailandga yo bo'lmasam Sharm-el-Sheyxga, Vyetnamga, Turkiyaga qanaqadir tur paket sotasiz. Mijozni har xil etapdan o'tkazdingiz. Mijoz Turkiyaga borishni o'ylayapti. Xo'p, mijoz Turkiyaga borish tur paketini tanladi. Unga shu narsa to'g'ri kelyapti. Lekin hali ham ikkilanyapti. Siz nima desangiz bo'ladi unaqa vaqtda? Ya'ni Turkiyaga boring, shunchaki yaxshi joylar ko'p ko'rasiz, mana bunaqa joylarga olib boramiz deyishdan ko'ra, u yoqqa borgandagi oladigan emotsiyalari haqida gapirsangiz bo'ladi. Yo bo'lmasam sizdagi oldin sotib olgan mijozlarni emotsiyalarini shunchaki ko'rsatib bering. Yoki bu zapislar bo'lishi mumkin, qanaqadir borgandagi o'sha video zapislar aytaylik, yo bo'lmasam голосовойlar, shunchaki mijozdagi odzivlarni ko'rsatsangiz ham sizni sotuv etapingizga yaxshi ta'sir qiladi. Ya'ni sizdagi mijoz Turkiyaga borishni xohlab turibdi, lekin haligacha o'ylanyapti. Siz shunchaki mijozga ko'rsating, qarang, mana Turkiyaga borsangiz, ma'lum bir joylarga borasiz. A точка, B точка, C, D har xil tochkalar bo'lyapti. U yerda nima? Bu yoqda sharsharalarni ko'rishingiz mumkin. Bu arxitektura, sharqona uslub, aytaylik. Xuddi shu narsa, ya'ni mijoz oladigan natija emotsiyani ko'rsatib bera olsangiz, albatta sotishingiz yanada osonlashadi. Sotishingiz shart bo'lmaydi. Keyingi etapimiz narxni to'g'ri aytish. Narxni to'g'ri aytish orqali siz sotuv konversiyalaringizni juda ham oshirib yuborishingiz mumkin. Agar siz narxni to'g'ri ayta olmasangiz, bu sotuv konversiyalari tushishiga sabab bo'ladi. Keling, buni bir necha xil misollar orqali yana ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, sizga hozir qo'ng'iroq bo'ldi va mijoz so'radi. Mahsulotingiz narxi qancha? 5 million so'm. Bo'ldi, mijoz o'ziga kerakli javobni oldi, qo'yib qo'yishi mumkin. Agar siz sotishni xohlamasangiz, bo'ldi, birinchi qo'ng'iroqda narxni aytib o'ting. Bu ko'pchilik o'ylashi mumkin, siz yo narx nima qilib kerak cho'zib, narxni aytish kerak. Har xil blogerlarni ko'ramiz, misol uchun uy qurilishi yo bo'lmasam mashina sotadigan blogerlarni ko'ramiz. Prinsipi juda ham ko'p. Hech qachon ko'rganmisiz yoki e'tibor berganmisiz mijozga boshida hali mashinani yoki uyni prezentatsiya qilmasdan turib narxni aytgan. Narx oxirida aytiladi, ya'ni mijozga qiymat ko'p berilib, shu uylarni ko'rsatib, yo bo'lmasa mashinani funksiyalarini ko'rsatish orqali. Shunda oxirigacha ko'rasiz, narxni eshitasiz, to'g'rimi? Boshidan narxni eshitib qo'ysangiz, agar sizga bu qiziq bo'lmasligi mumkin. Sizda уже blog paydo bo'ladi. Xuddi shu kabi sizga kelgan mijozga narxni boshida aytish noto'g'ri. Agar siz mijoz yo'qotmoqchi bo'lsangiz, bemalol. Bundan tashqari, misol uchun siz o'zingizda mahsulotingizga ishonmasangiz, tasavvur qiling, sizga mijoz qo'ng'iroq qildida va sizdan ma'lum bir mahsulotni tushuntirib berishni so'radi. Narxini aytyapsiz. Va oxirida keling, narxini hisoblab beraman, sizga plus minus orqali hammasini to'g'ri chat orqali yozib yuboraman. Agar ba'zida bu narsalar bilasizmi nimadan sabab bo'ladi? O'zingizga, ya'ni o'zingizning mahsulotingizga siz ishonmasligingizdan kelib chiqishi mumkin. Bunaqa juda ham ko'p eshitganmiz va ko'rganmiz. Tajribamiz davomida sotuv bo'limidagi, ya'ni sotuvchilar o'zini mahsulotiga ishonmaydi va narxni qo'yishni qiynaladi.
Chunki qanaqadir miqdorda unga skidka berish imkoniyati ham beriladi sotuv bo'limiga. Bo'lmasam sotish albatta hamma joyda ham qiyin bo'ladi. Shunda misol uchun chatta narxini aytishim mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin o'zingizning mahsulotingizga ishonch juda ham kuchli bo'lsa, narxni bemalol, ya'ni o'zingizga bo'lgan ishonch bilan уверенный deymiz. Ya'ni o'sha уверенный aytsangiz narxi albatta mijoz sizni yaxshi ko'radi. Birinchi o'rinda bu narsani inobatga olib qo'ying. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Narxni aytayotganda har xil narxdagi mahsulotingizni solishtirib ko'ring. Ya'ni bir ma'lum bir mahsulotni sotib olayotgan mijozga tasavvur qiling, siz mebel sotmoqchisiz va sizda o'sha aynan o'sha mijoz sotmoqchi bo'lgan mebelni turidagi har xil 2-3 xil kategoriyadagi mebellar bor. Ya'ni bu biz bilamiz marketing. Mijoz arzonrog'ini, ya'ni sota olmoqchi, lekin siz qimmatroq mahsulotni sotsangiz yaxshi, to'g'rimi? Siz nima deyishingiz mumkin? Har xil mahsulotdagi spesifikatsiyalari, ya'ni o'sha mebelda qulayliklari, misol uchun mebel hozir har xil mebellar chiqib ketgan bilamiz. Juda ham bir zamonaviy dizayn, arzonroq, har xil nima desam bo'ladi, holga solib ko'rsangiz bo'ladi mebelni. Yotsangiz bo'ladi, uxlasangiz bo'ladi. Yo bo'lmasam mehmonlar kelganda shunda mehmonxona uslubida joylashtirsangiz bo'ladi. Ya'ni siz har xil kategoriyadagi mebellaringizni solishtirish orqali ham o'sha narxlar o'rtasidagi tafovutni ko'rsatib berish orqali ham bemalol sotuv konversiyangizni ko'tarishingiz mumkin. Va siz albatta mijozdan so'rang, qanaqa budjeti bor mijozni, ya'ni budjeti balkim siz aytmoqchi bo'lgan narxga to'g'ri kelmas. Mijoz sizga bermoqchi bo'lgan, sarflamoqchi bo'lgan budjetini oldindan bilib olsangiz, albatta siz unga to'g'ri taklifni berasiz. Qimmat narsani tiqishtirish bu noto'g'ri deb o'ylayman. Xuddi shunaqa narx-navoni to'g'ri aytish orqali sotishingiz shart bo'lmay qoladi. Mijozni o'zi sizdan misol uchun berayotgan qiymatingiz orqali sotib oladi. Oxirgi etapimiz bosim qilmang. Ya'ni buni zerikarli bo'lmang. Bosim qilmasdan, zerikarli bo'lmasdan sotish. Tasavvur qiling, ko'pchilik sotuv meniki emas deb o'ylaydi. Nimaga? Chunki ko'pincha hammada bo'ladigan holat, sotib olasizmi, nima qilasiz, bo'ldi, o'ylab ko'rdingizmi? Mijozga ko'p bosim berish orqali siz mijozni zeriktirib qo'yasiz. Ya'ni bu juda ham banalniy narsa. Siz zerikarli bo'lmang. Misol uchun, albatta mijoz ham sizda sotib olmaydi. Agar siz mijozga juda ham ko'p bosim qilib tashlasangiz, siz mijozdan misol uchun ko'rdingizmi? Tasavvur qiling, mijozdan so'radingiz, natijani ko'rdingizmi? Mijoz albatta natijani ko'rdi, yoqmadi. Chunki natijani ko'rdi, yoqmadi. Chunki siz mijozga ko'p qiymat bermadingiz. Tasavvur qiling, mijozga qanaqadir ideyalar tashlamadingiz. Mana buni ko'ring, mana buni ko'ring, yo bo'lmasam ekspertniy videolar tashlamadingiz yoki ekspertniy fikrlaringizni bildirmadingiz. Shunchaki juda ham bir kam kontakt bo'ldi. Ya'ni bu sotuv zanjiri hisoblanadi. Siz o'sha ma'lum bir sotuv zanjirini buzib qo'ygansiz, umuman olganda hammasini qilmadingiz. Agar hammasidan o'tganingizda qaniydi mijoz sizdan sotib oladi. Ya'ni aytmoqchimanki, sotuv meniki emas deb o'ylasangiz, mana shu etaplarni ko'rib chiqqan bo'lishingiz kerak albatta. Bosim qilmay sotish, ya'ni zerikarli bo'lmasdan sotish deganda biz nimani sizga nazarda tutmoqchimiz? Bu yoqda ya'ni siz sotib olishingiz kerak degan bir his-tuyg'u bo'lmasa, agar ya'ni siz ekspert sifatida o'zingizni tutishni boshlasangiz, ya'ni mijozga shunchaki yordam bering, qiymat bering, bo'ldi, sizni ya'ni sotishingiz kerak bo'lmaydi. Albatta bugun siz bilan o'rtoqlar, sotuv meniki emas, ya'ni introvertsiz, ya'ni biznesga yangi kirib kelyapsiz, sotuvlaringiz tushib ketgan yoki sota olmayapsiz, shu kabi muammolar qiynayotgan bo'lsa, yo bo'lmasa sotuvga endi kirib kelmoqchi bo'lsangiz, albatta shu 5 ta bosqichli sotuv etaplarini albatta o'zingiz uchun ko'rib chiqing. Albatta hammasini yozib oling, uyga vazifa qiling. Nimadir sotayotgan bo'lsangiz, o'sha mahsulotlaringizni shu sotuv etaplari orqali 1 oy davomida sotib ko'ring. Agar sizda natija o'sish bo'lsa, biz bundan juda ham mamnun bo'lamiz. O'rtoqlar, bugungi darsimiz aynan sotuv meniki emas, ya'ni sotish menimcha men uchun emas degan bir insonlarga o'ylaymanki juda ham bir katta yordam beradi. Albatta hammasidan foydalaning.
Agar shu kabi darsliklar sizga yanada ko'proq kerak bo'lsa yoki qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada javobinglarni yozib qoldiringlar. Har bitta kommentariyani o'qib chiqamiz, albatta javob berishga harakat qilamiz. Keyingi sonlarda albatta ko'rishguncha salomat bo'ling.